Salom hammaga, sizlar bilan Detect. Bugungi videomizda sizlar bilan birgalikda eng kerakli bo'lgan skriptlarni ko'rsataman. Video boshlanishidan oldin kim mani Detect promo kodimni terib screenshotini mani Discordimga tashisa, men unga o'zim ishlatadigan config plus skriptlarni tashib beraman. Birinchi skriptimiz bu portga bot bo'ladi. Portga bot load qilganingizdan keyin F7 ni bosib, botni yoqsanglar bo'ladi. Hozir bosaman, mana bosdim. Bot yongandan keyin mana shu yashil suzuvchalardan yuradi. Plus bu botning katta foydasi admin kelsa ishlamaydi, to'xtab qoladi bitta joyda. Mana yarim soat ishlamimiz уже. Yarim soat ichida bizga 3 ta bizbol и $1474 tushibdi. Hop, ikkinchi skriptimiz bu stroykaga bot bo'ladi. Loadni bosamiz. И mana ko'rib turganingizdek bot chiqdi. Запустить bota. И bo'ldi mana. Endi yarim soatdan keyin ko'ramiz nechta pul ishlaganimizni. Mana o'sha stroykada ham botda ishlab oldik. Bu yarim soat ichida biz 2 ta bizbol oldik и hozir ko'ramiz nechta pul olganimizni. $1057 olamiz. Uchinchi skript VZPK biz o'ynab yuradiganlarga foydasi juda katta. Chunki bu skript yugurishinglarni 20% ga oshirib beradi. Sila prokachat qilib o'tirishingiz shart bo'lmaydi. Load qilasizlar, bint bosmasdan, kuchbalo qilmasdan prosta yugursanglar, tez yugurasizlar oldinga qaraganda. O'zingizlar ham sezasizlar. To'rtinchi skript bilan sizlar любой bitta o'zingizga yoqqan kiyimni kiyib olsanglar bo'ladi. Buni hozir ko'rsatganim yaxshi tushuntirgandan. Mana o'zingizga yoqqan kiyimni qidirasiz shu odamdagi. Hop, hozir. Mana mama odamni kiyimi yoqdi menga. 1072 ekan ID'si. Menyuni ochasizlar, skriptiga o'tasizlar, anti-text skin changer'ni load qilasizlar. Load qilganingizdan keyin bu yo'lga shu игрок ID'sini yozasizlar. 1072 ekan, 1072. Mana ko'rganingizdek kiyimi menga o'tib qoldi. Bu faqat o'zingizga ko'rinadi. Bu yoqda blackworklar ham bor skript ichida. Xohlagan o'sha blackworkinglar kallaga qilasizlarmi yo qo'lgami tanlab olasizlar. 5-chi skript bu ochiq bagajlarni ko'rsatadi. Hozir ko'rsatib beraman qanaqa ishlashini. Hop, skriptni load qilganingizdan keyin F5 bosasizlar. Bu yoqga o'zingizga kerak bo'lgan klavish tanlaysizlar. Men F4 tanlayman. Apply bint. Hozir bagajni ochib ko'rsataman. Ochdim mana. Ko'rayotgan bo'lsanglar, ko'k chizuvchi chiqyapti. Bu ochiq bagajni ko'rsatadi. 10 metr Rossiyanada turib olaman mana. 10 metrdan ham bemalol F4 bosib ko'ra olaman bagajnikka. 6-chi skriptning foydasi juda katta. Agar sizlarni go'stka kap qolgan bo'lsa, o'zingizlarni o'ldirib yuborsanglar bo'ladi. Suicide qilib. Bu funksiya Vanish o'zida ham bor. Faqat bunga bint qo'yib bo'lmaydi suicidga. Buni skript varianti bor. Load qilamiz. Load qilgandan keyin mana misol uchun mana kimdir kap qildi deylik. A yoki F5 bosaman, o'zim bitta qorsam bo'ladi o'ldirib. Agar mana shu o'lgan pozitsiyalardan tirilmoqchi bo'lsanglar, miskka o'tib, zamorojit pozitsiya qilib, yana A yoki F5 bossanglar, bu yerdan продолжить. Mana shu yerdan tirildim yana. Bemalol yurib, yana davom etsam bo'ladi. 7-chi skriptning farmerlarga juda katta foydasi bor, охота qiladiganlarga ayniqsa. Bu skript hayvonlarning qattaligini ko'rsatadi. Necha metr uzoqdaligini ko'rsatadi. Mana ko'rsanglar bo'ladi, quyonni ko'rsatyapti. Chap tomon tepadagi bu atrofingizdagi hayvonlarni. Mana video ham tugadi. Video yoqqan bo'lsa like, подписка bosib o'tinglar. Promo kod Detect.